O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 13-apreldagi dala chetlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qonun qabul qilindi. Qonun bilan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi hamda soliq kodekslariga bir qator qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, ikkilamchi ijaraga olgan ijarachilar tomonidan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarining dala chetlaridagi kanallar, sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilishi belgilangan maydonlarda hamda muddatlarda maqbul ekin ekilmaganda O'zagroinspeksiya tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi. Soliq kodeksiga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan dala chetlaridagi kanallar, sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi maydonlarda har yili 1-maygacha maqbul ekin ekilmagan yer uchastkasi va ularning mulkdorlari to'g'risidagi axborotni davlat soliq organlariga real vaqt rejimida elektron shaklda taqdim etilishi, soliq organlari tomonidan yer uchastkasining maqbul ekin ekilmagan qismi uchun joriy yiliga yer solig'i stavkasi 3 barobar miqdorida hisoblanishi belgilandi. Yuqorida keltirilgan qonun hujjatlariga asosan barcha hududlarda tuman hokimlarining yer egalari uchun ogohlantirish xatlari chiqarilgan bo'lib, mas'ul xodimlar tomonidan joylarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, mazmun mohiyati to'g'risida batafsil ma'lumotlar berib borilmoqda. Xususan bugun Ishtixon tumanidagi Ismoil Eshmonov bog'lari fermer xo'jaligi dala maydonida viloyat o'simliklari karantini va himoyasi boshqarmasi va viloyat fermerlar kengashi bilan hamkorlikda Payariq hamda Qo'shrobod tumani fermer xo'jaliklari yer egalari uchun amaliy ko'rgazmali seminar tashkil etildi. Shu bilan birga fermer xo'jaliklari dala chetlaridan samarali foydalanish bo'yicha 3 ta dehqon va tajribali mutaxassislar tomonidan maqbul ekinlar ekish va kelgusida oziq-ovqat zaxirasini yaratish to'g'risida zarur tavsiyalar berib o'tildi.